Ushbu kimyoviy vositalar bilan yuvilgan idish tovoqni kamida 70 marotaba chayqash zarurligi haqida turli tavsiyalar beriladi. Xo'sh, bugun unga qanchalik amal qilinmoqda? Muxbirimiz ayni mavzu bo'yicha reportaj tayyorlagan. Yaxshi yuvilmasligi yoki o'shalarning qolib ketishi oqibatida surunkali zaharlanish yuz beradi. Unaqa bir kam uchraydigan kasallik deyolmaymiz, o'zgarishi ko'p uchraydigan kasallardan hisoblanadi. Maddoxonalarda yoki o'sha kafe, restoranlarda idishlarning yaxshi yuvilmaganligi sababli o'sha gellarning qoldig'i qolishi bu oshqozon ichak traktiga ovqat bilan birga kirish oqibatida bemorlarda oshqozon ichak kasalliklari, gastrit, kolit, allergik kasalliklar, teri kasalliklari, ekzema, psoriaz, nafas yo'llari kasalliklari, bronxialniy astma yoki har xil astmatik bronxitlar rivojlanishiga olib keladi. Shu tarzda inson bir yilda o'zi bilmagan holda kamida 250 gram, ya'ni 1 stakan gelni yeb qo'yishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan unda oshqozon ichak, onkologik, hattoki nafas yo'llari kasalliklari paydo bo'ladi. Ayniqsa bolalarda bu tezda ko'rinadi.